Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari va YouTube kuzatuvchilar, navbatdagi tovuqlar uchun temir ketaklarimiz tayyor bo'ldi. Razmerini tanishtirib qo'yamiz. Undan avval esa videomizga bir donadan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Marhamat. Bu qafaslarimiz tovuqlar uchun mo'ljallandi. Razmeri uzunligi 2 metr, eniga 1 metr, balandligi ham 10 sm. Uchalasini razmeri bir xilda razmerda bo'lgan mana. Bunisini mana o'rtasidan bo'lib ikki xonaga ajratib qo'yganmiz. Alohida tovuq boqsa bo'ladi bemalol. Bu yerda mana don oxirlari donni solib bemalol yana yopib qo'ysa bo'laveradi. Bu yerda esa eshiklari, mana qo'noqlari, tuxumlash uchun joylari o'rtasidan setkada ajratib qo'yganmiz mana. Tomin tagidan issiq suv o'tkazmaydigan falga qog'ozlarni qo'yib yuborganmiz. Ikkinchi xonasi mana. Bunisi ikki xonali variantdagi yerli ketagimiz. Bunisi esa bir xonali mana. Buni ham razmeri bir xil, 2 metrga 1 metr. Bir xonali ketay bo'lgan. Buni ham mana oxirlari tuxumlash uchun joylari, mana bu yerda esa qo'noqlari. Ranglari esa mokri asfalt rangda tayyorlab berdik. Bu ketagimiz ham mana stalnoy rangda bo'lgan. Juda ham chiroyli holatda. Bu yerda esa kaptar ketagimiz. Razmeri uzunligi 1.35, eniga 1.10, balandligi tomigacha 1.70 sm. Mana bu yerda esa portiskalari kaptarlar kirib chiqish uchun. Bu yerda esa katta eshigi. Buni ikkita uyga joylashtirganmiz mana. Kimga shunday kaptarlarga, to'g'larga, barcha parrandalarga temirdan ketaklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidatepada joylashgan. Narxlari kelishilgan holatda ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Dastavka xizmatlarimiz bor, kelishilgan holatda.